Bismillahirrahmanirrahim. Sura Mumtahina. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. İyi müminler, mening düşmanimni ve sizlerning düşmaninglarni dost tutmanglar. Ular sizlarga kelgan haqiqatni, ya'ni islomni, Qur'onni inkor qilgan tursa, ularga do'stlik yetkizusizlar. Ular Parvardigoringlar Allohga iymon etqininglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Agar sizlar mening yo'limda jihad qilib va roziligimni tilab chiqqan bo'lsanglar, u chaqda mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga yo'shirin do'stlik yetkizusizlar. Men sizlar yo'shirgan va oshkorlagan narsalarni bilib turman. Kimki shundoq qiladi ekan, ya'ni ularni do'st tutib, ularga payg'ambarning xabarlarini yetkazadi ekan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Agar ular sizlarni yangsa, sizlarga dushman bo'ladi. Sizlarga ziyonkashlik qiladi. Sizlarni tillaydi. Sizlarning murtad bo'lishinglarni orzu qiladi. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Qiyomat kuni sizlarning tuqqanlaringlar va avlodlaringlar sizlarga hech foyda yetkazolmaydi. Alloh oranglarni ayirib etadi. Ya'ni sizlar jannatda bo'lsanglar, ular kuffarlarning qatorida do'zaxda bo'ladi. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. İbrahim ve onun bilen billi bolgan müminler sizlerge hakikaten obdan namunudur. Öz vaqtida ular qavmiga
haqiqatan biz sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlardan oda judomiz. Bizning oramizdagi adovat va o'chmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganinglarga qadar abadiy saqlanib qoladi dedi. Faqat İbrahimning otasiga aytgan, albatta sana mag'firat tilayman. Allohning azobidan hech narsani sendin dab'i qilolmayman degan so'zini sizlarning namuna qilishinglarga bo'lmaydi. İbrahim va uning bilan birga bo'lgan mo'minlar aytdi: Parvardigorimiz, sana tavakkul qildik. Sana qaytdik. Oxir qaytadigan joy sening dargohingdir. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Parvardigorimiz, kofirlarni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmag'in. Ular bizga musallat bo'lib, bizni ko'tirgili bo'lmaydigan azob bilan dinimizdan chiqarmasin. Parvardigorimiz, bizga mag'firat qilgin. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'utsan. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Muhammadning ümmeti İbrahim va uningga ergashgan mo'minlar sizlarga Allohni va oxirat kunini umid qiladiganlarga yaxshi namunadir. Kimki iymonidan yuz o'riydi ekan, bilsinki Alloh uningdan va undaqlardan behojatdir. Alloh madhiga loyiqdir. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Balkim Alloh sizlar bilan sizlar o'z ko'radigan odamlar orasida do'stlik paydo qiladi. Alloh har narsaga qodirdir. Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Kuffarlardan sizlar bilan urush qilmagan va sizlarni yurtinglardan haydab chiqarmaganlarga kelsak, Alloh ularga yaxshilik qilishinglardan, ularga adil bo'lishinglardan sizlarni to'smaydi. Shubhisizki Alloh adillarni do'st tutadi. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah din uchun sizlar bilan urushgan, sizlarni yurtinglardan haydab chiqargan va sizlarni haydab chiqarishga yordamlashganlarni do'st tutishinglardan sizlarni to'sidi. Kimki ularni do'st tutadigan, ular zolimlardir. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Ey müminler, sizlarga mümin ayollar hicret qilib kelsa, ularni sinab ko'ringlar. Ularning iymonini Allah obdan biladi. Agar ularni sinigandan keyin haqiqiy mu'mina deb tonisanglar, ularni kafirlarga qaytarib bermanglar. Ular kafirlarga halal emas. Kafirlarmı ularga halal emas. Kafir erlerining ularga bergan mahrini qaytarib beringlar. Ularning mahrilarini berib nikohinglarga olsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kafir ayollarni amringlarda saqlamanglar. Ularga bergan mahringlarni talab qilinglar. Kafirlarmu hicret qilib kelgan mümin ayollariga bergan mahrilarini talab qilsin. Allohning hukmi ani shu. Allah oranglarda hukm chiqirdi. Allah hammini bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Agar sizlarning ba'zi ayollaringlar kafirlarga kirib ketsa, kafirlar bilan urushib g'animat olgan vaqtinglarda ayollari kafirlarga kirib ketgan kishilarga g'animatdan ularning bergan mahrining miqdorini beringlar. Ya'ni musulmonlardan birining ayoli kuffarlar tarafga qechib ketsa, sizlar kuffarlar bilan urushib olgan g'animat moldan mazkur ayolning eriga mahri miqdori mol beringlar. Sizlar o'zinglar ishongan Allohdan qo'rqinglar. Ya ayyuhan nabiy idza ja'akal mu'minatu yubay'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznin ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ey payg'ambar, mo'min ayollar sana kelib Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka, o'g'rilik qilmaslikka, zina qilmaslikka, bolalarini jahiliyat davridagidek qiz bolalarini nomusdan yoki kambag'allikdan qo'rqib o'ldirmaslikka, boshqalarning bolasini yolg'ondan erlarining bolasi qilib olmaslikka, sen buyurgan yaxshi ishlardan bosh tortmaslikka bay'at qilsa, yuqorqi shartlar asosida ularning bay'atini qabul qilgin. Ular uchun Allohdan mag'firat tiligin. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qilguchidir, nihoyatda mehribondir. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ey müminler! Allah
g'azab qilgan qavmni do'st tutmanglar. Ular oxiratning savobidan qabrlarda yotgan kuffarlar umidini uzgandek, haqiqatan umidini uzdi.